Hayronman nima. Bir kun bo'lmasang, ahvol shu. Bittasi bitta qiliq chiqaradi, qo'yadi. Doka hormay. Qatga ishlayapsiz hozir. Bo'lsa bo'ladimi? Xudo biladi endi. Qo'l oldiga ishlamoqchi. Qo'l oldiga ishlayapsizmi? Qo'l oldiga bu ishlayotgan narsangiz bu tripsipsga beryapti. U qo'l orqasiga. Qo'lingiz oldiga to'g'ri ishlash mashqini mana qilamiz. Borasiz. Nima bo'lyapti bu yerda? Yuklamani tepadan emas, pastdan tortishimiz kerak. Tushunadingiz? Qo'lingizni ham mana holat bilan adashtirgan bo'lsangiz kerak menimcha. Ya'ni qo'lingizni mana bunaqa hozirgi holatda ushlaganingizda bitsips mushaklarimizni pastdan anaqa bo'ladi, ishlagan bo'lasiz. Agar bu holatda ushlasangiz, ya'niki pastdan ushlagan bo'lsangiz, bitsipsimizni to'ldirish uchun tepasidagi mushak rivojlantirish uchun mashq qilayotgan bo'lasiz. Demak, hozirgi mashqimizni ketdi, birga qilamiz, qani. Ko'taramiz. Mana tushiramiz. Bitta narsaga alohida ahamiyat bering, yelka bilan tirsak holat. To'g'ri tekis turish kerak, iloji boricha tirsagingizni ko'tarmasligingiz kerak. Ketdi, ko'tarasiz. Go'damizni sal oldinga tashlasak yana ham yaxshi bo'ladi. Aha, yelkani tortamiz. Yelkani tortamiz orqaga, mana. Da. Har bitta tortganimizda 1 sekund ushlab turishimiz kerak tepada. Hop, mana. Ana o'shandan nagruzi ko'proq tushadi. Mana shu holatda 12 dan 15 gacha to'rt qilsangiz yaxshi bo'ladi. Sog' bo'lasiz. Rahmat.